Adamның haqiqatan jismi samaranmasligi, yegan chiroy chiqmasligi, immun kuchini yuqori ko'taranmasligi, badanni quvvatlanmasligi mana sabablardan bo'ladi. Mazmunni qiziqsangiz bosh surat ustiga qo'yish belgisini bosib bizni qo'shib olgandan keyin, haqsiz yurakdan birini bir o'tib inkas rayoni chiroyli gullaringizni ko'plab yo'l olsan birga, ostidagi yulduz belgisini bir besib o'tgach, dal sizga o'xshash yesi chiroyga chiqmaydigan, badani ojiz, o'roq, immun kuchi tuban, badani ojiz, ovoq do'stlaringizni yo'llayotgach, mazmunni oxiri to'liq ko'ring. Siz zaten nima sababni samaramamaysiz bilib oling. Siz shuncha quvvatli tamoqlarni yebmi, samaramagan bo'lsangiz, mana sababni samaramabsiz. Bu zodi qaysi sabab degan vaqtda ko'pincha do'stlarimizning oshqozon yog'lig'i, oshqozon sovib ketgan, oshqozon ko'pish, oshqozon og'rish qatorliq masalalardan, ya'ni oshqozon ixtiyorini chekinayotgan sababdan bo'ladi. Küçük oshqozonda ig'ir yoki yenik darajada masala bo'lsin, mush oziqlarni badanga hazm qilinmaganlikdan kundan kunga o'riqlab ketadi. Har nochi quvvatli tamoqlarni yeysimi, yegini chiroyga chiqmaydi, samaranmaydi. Ikkinchidan bo'lsa, mush jigarning harorati eshib ketgan, jigarning besimi eshib ketgan, qavziyat bo'lib qolgan, ussash, ig'iz qurish, kichik tarat siriq keladigan, yal ko'p bo'lish, cho'ng tarat 2-3 kunda bir keladigan ahvoldimi, jigarning issiqi eshib ketgan ahvol osidimi, samaranmaydi, yegini chiroyga chiqmaydi. Jigarning harorati eshib ketgan vaqt qanday alomatlar ko'rilgan vaqtda tapan qiziydigan, uyqusi nachar, kayfiyati turaqsiz, bir ishlar osonlar chiqinib qolgan, noitibak horg'inlik his qiladigan, qo'l jonsiz, mag'dusiz, chiroyi sulg'un, chachbek mayishgan, chachbek tushadigan, ba'zi bir do'stlarimizniki mushu ko'zning oqi sag'ib oldigan, azroq go'sht kebab yeb bo'yicha beshi chinqilib og'rib kelgan ba'zi o'tsiz alomatlar ko'rildi. Uchinchidan bo'lsa, mushu qalqonsan ba'zan ixtiyor chekingan ahvoldimi, o'riqlab ketadi, badan ojiz, qo'lda mag'dur yo'q, qo'l titraydigan, yurak ritmsizligi ahvoli ko'riladi. To'rtinchidan bo'lsa, mush diabet, o'pka, tuberkuloz qatorliq agashmak kasalliklar sababidanmi, o'riqlab ketadi, ishtahasi nachar, badani ojiz, immun kuchi tuban, to'la og'rib qoldigan, o'ldirib qolsa, beshi qaydigan, qo'l jon yo'q, mag'dursiz hech ish qilish xo'sh yoqmaydigan, chiroy nursiz xunukliklar ahvollar ko'riladi. Menda bu yuqoridagi ahvollar bor. Shunchalik quvvatli tamoqlarni yeysammi, yeginim chiroyim chiqmaydi, badanim ojiz, o'riq, immun kuchim tuban, osonla og'rib qolmay, o'ldirib qolsam, beshim qaydi, hech ish qilish xo'sh yoqmaydi. Qachon tekshirsam qon ozlaydi, o'ltirib qolsam, beshim qaydi, qo'limda mag'dur yo'q. O'riqimni kiyim kiysam faqat yarashmaydi, o'riqimni chiroyimni qo'riqlab ko'p qiyri chiroylab ketdim. Mana bir immun kuchimni yuqori ko'tarib, saq to'sam bo'ldi, qon quvvatim qilib, shash jonliq to'sam bo'ldi. Azroq samrab salobatlik so'lalik bo'lsam bo'ldi. Unimini bir kapolat beradigan haqiqiy tibobat bo'yicha yasalgan haqiqiy mahsulot bo'lsa, iste'mol qilsam bo'ldi, samirasam bo'ldi. Badanimga quvvatli qilsam bo'ldi deydigan har qanday do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, mushu ustiga chiqarib qo'ygan Ablajon 27-77 unlarni qo'shish orqali bizning unimini bir kapolat yasab berayotgan 42 xil Uyg'ur tibobat ham material shundaqlar qizlar javridan foydalanib haqiqiy tibobat bo'yicha ishlangan, badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan, ishtahni ochadigan, oshqozon, tal, jigar, böbrek nazoratini yaxshilab, oziqliqlarni badanga shumirlashini ilgari suradigan, qon to'liqlaydigan, miyaning as tutish qobiliyatini yuqori ko'taradigan, uyqu sifatini alohida yaxshilaydigan, immunitet kuchini oshirib, umuman badanni quvvatlab, badanni takshi tabiiy samarqilgan, badan quvvatlash halobimizni setilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Unimini bir kapolat beramiz do'stlar. Avval iste'mol qilinglar, undan keyin baho beringlar. Unimi ko'rilmasa, pulinglarni shartsiz to'liq qaytarman. Bunga xotirjam setilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Yana sizlarga o'xshash o'riq, ovoq do'stlar bo'lib qolsa, mushu filmni yo'llab qo'ysanglar do'stlar. Undan boshqa unlarni qo'shamaydigan do'stlar bo'lib qolsanglar, ayrimxonamizga undar nomeringlarni aytib qo'ysanglar, biz o'zimiz sizlar bilan aloqalashamiz do'stlar.